Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan Aziz Prestige jamoasi Saudiya Arabistonida firmani qanday qilib legal tarzda, ya'ni qonuniy tarzda ro'yxatdan o'tkazishni ko'rib chiqamiz. Agar siz Saudiya Arabistonida biznes ochishni o'ylayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Ko'pchilik shunday savol beradi: Saudiyada kompaniya ochish mumkinmi? Qisqa javob: mumkin. Ammo buni to'g'ri tarzda qilish muhim. Bu videoda men bosqichma-bosqich shularni tushuntiraman. Qanday qilib kompaniya ochish, qaysi yo'nalishlar ko'proq foydali, qaysi hujjatlar kerak, biznesni tez va xavfsiz boshlash mumkin. Xo'sh, nima uchun Saudiya Arabistoni degan savol o'zi aslida birinchi bo'lib shuni ko'rib chiqsak. Hozirgi kunda Saudiya Arabistoni eng tez rivojlanayotgan mamlakatlardan biri. Vision 2030 dasturi iqtisodiyotni kengaytirishga qaratilgan. Bu nima degani? Avval iqtisodiyot deyarli to'liq neftga bog'liq edi, ya'ni qora oltinga bog'liq edi. Hozir esa yangi yo'nalishlar ochilmoqda. Turizm, yangi shaharlar, mehmonxonalar, IT va texnologiyalar, qurilish va infratuzilmalar, savdo va logistika. Eng asosiysi, davlat xorijiy investorlarni faol jalb qilmoqda. Hozirgi kunda kompaniyani 100% o'z nomingizga ochish, soddalashtirilgan tartiblarda foydalanish, yaxshilangan biznes shartlarda ishlash mumkin. Yangi tadbirkorlar uchun bu katta imkoniyat. Qanday turdagi kompaniyalarni ochish mumkin? Saudiyada bir nechta yo'nalishda kompaniya ochish mumkin. Servis kompaniyalari, masalan, consulting, IT xizmatlar, logistika, salon va xizmat ko'rsatish. Ishlab chiqarish kompaniyalariga kelsak, zavodlar, kichik ishlab chiqarish sexlari desak, ustaxonalar va shunga o'xshash ishlab chiqarish kompaniyalari. Savdo kompaniyalari, savdo-sotiq, chakana savdo, import-eksport va shunga o'xshash savdo turlarini ishlatish mumkin. Qishloq xo'jaligi kompaniyasiga kelsak, fermerlik, agrobiznes va shunga o'xshagan bizneslarni yurg'izish mumkin. Amalda eng mashhur variant savdo kompaniyalari. Nima uchun? Keng faoliyat doirasi, bir nechta biznes turlarini birlashtirish imkoniyati bor, mablag'ni tez aylantirish mumkin. Qanday qilib kompaniya ochish mumkin? Eng asosiy nuqta: Saudiyada kompaniya ochish muayyan tartibga ko'ra amalga oshiriladi. Birinchi bosqich: asos. Sizda boshqa davlatda ro'yxatdan o'tgan kompaniya bo'lishi kerak. Kompaniya kamida 1 yildan ortiq faoliyat yuritishi lozim. Yillik aylanma mablag'i $200,000 dan oshishi shart. Agar bunday kompaniyangiz bo'lmasa, hech ham xavotir olmang. Biz sizga tayyor kompaniyani topib, barcha talablarga muvofiq rasmiylashtiramiz. Ikkinchi bosqich: hujjatlar. Agar sizda talabga mos kompaniya bo'lsa, kerakli hujjatlar: kompaniya ustavi, so'nggi yil moliyaviy hisoboti, hujjatlarni arab tiliga tarjima qilish, legalizatsiya va Saudiya elchixonasida tasdiqlash. Asoschilarning shaxsiy hujjatlari kerak bo'ladi. Agar bunday kompaniyangiz bo'lmasa, kerakli hujjatlar: asoschilarning shaxsiy hujjatlari, shaxsiy foto, pasport bilan qo'lda tushirilgan foto kerak bo'ladi. Uchinchi bosqichga kelsak, ro'yxatdan o'tkazish. Saudiya investitsiyalar vazirligidan investitsiya litsenziyasini olish, ustavni Saudiyada rasmiylashtirish, standart ro'yxatdan o'tkazish, protseduralarni amalga oshirish. Agar jarayon to'g'ri tashkil qilinsa, hammasi tez va xavfsiz o'tadi. Saudiyada kompaniya egaligi qanday afzalliklar beradi? Kompaniya ochish quyidagi imkoniyatlarni beradi. Biznesni xalqaro darajaga chiqarish, yirik bozorga chiqish, yangi mijozlar topish, import va eksport bilan shug'ullanish, shuningdek premium residency, ya'ni premium iqoma olish imkoniyati. Bu nimalarni beradi? Saudiyada yashash huquqi, erkin harakat qilish, biznesni rivojlantirish imkoniyati. Bundan tashqari, bu huquqdan foydalana oladi kimlar? Sizning 25 yoshgacha bo'lgan farzandlaringiz, ayolingiz va sevimli ota-onangiz. Shunday qilib, Saudiya Arabistoni biznes yuritish uchun eng jozibali bozorlardan biri. To'g'ri yondashuv bilan tez boshlash mumkin, xavfsiz ishlash mumkin, yaxshi natijalarga erishish mumkin. Agar siz Saudiya Arabistonida o'z kompaniyangizni ochmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bog'laning. Biz sizning vaziyatingizni baholab, eng to'g'ri va eng tez yo'lni sizga taklif qilamiz.
Saudiya Arabistonida o'z firmangizni ochmoqchimisiz? Unda Aziz Prestige sizga yaqindan yordam beradi. Quyidagi raqamlarga murojaat qiling va biz siz bilan bog'lanamiz.